Şu Nexia 1 satıladi. Yılı 2006-yıl. Motorlari Sonus Tramblör. Metan gazı 100'lük. 4 dana balonu yaxşı. Apşipkiler qırılıp-sırılıp qamagan. Maşinin halati zor. Srochniy pul kerak bolup egalari satyapar. Bahası 23 milyon so'm. Bolatan yeri 23 milyon so'm. Maşin Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Bir like bosib qo'yinglar. Bundan ham arzon mashinalar arzon qo'yishda davom etamiz. 23 millionga zo'r sosteniyada 2006-yil Sonus Tramblör Nexia 1. Ulgurib qolgan ulgurib qoladi.